kelajakda ofis quradigan bo'lsam, har bitta ofisimni polani kafil qilaman. Sababini aytaman. Hozir mana Visitime ofisiga kelganmiz. Bu yer o'zimni yaqinlarimning ofisi. Hozir mana ko'ring, bu kafilda shunaqangi dog'lar qolgan. Bu remontdan keyingi dog'lar. Endi bilasizlar, ustalar juda ham haligidaqa e'tibor bilan ishlaydi. Hamma joyda sanamjon sarishta qilib tozalab ketishadi. Mana qoldiqlarini ko'ryapsizlar. Mana kleylar yotibdi. Mana bu yerda ham ko'rsataymi, mana bu yerda ham mana bu yer artilmagan joy emas. Hammasi kleyliga o'xshagan qorayib qatib qolgan, xuddiki kiriga o'xshab. Bu yerda uborka ishlaydi. 5-6 oydan beri har kuni tozalanadi, lekin hech qachon bu o'zini holatiga kelmaydi. Hozir biz Elif jamoasi bilan juda ham zo'r chotki qilib tozalaymiz. Posli holatini sizlarga ko'rsatamiz. Расскажи, Снегурочка, где была? Bu ofisimiz ishlarimiz tugatdik. Naq 3,5 soat davom etdi. Atachento qildiradigan bo'lsalar, hech qachon kafilda o'zini qoldirmanglar. Hech bo'lmasa salafan bilan qoplab qo'ying. Hozir natijasini ko'rsatamiz. Mana bu yerlarda ko'ringlar, bu yerda xuddi shunaqa kleylar yopishib ketgan bir ahvolda edi. Kirishdagi qismi, mana bu yerda ham juda ham ko'p dog'lar bor edi. Eng ko'p joylari mana bu yerlarda dog'lar bor edi. Agarda ofisingizga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kimga murojaat qilishni bilasiz va tayyormiz doim.